Barchaga assalomu alaykum. Bu video orqali sizga Instagramda aytilganidek nasosni tez ishdan chiqishini oldini olish va quduq uchun mos glubiniy nasos tanlash bo'yicha ma'lumot beramiz. Nasosning tez ishdan chiqishiga asosiy 3 ta omil sabab bo'ladi. Birinchi sababi nasos tushirilayotgan vaqtda nasosning quvvatiga mos kabel va shitni to'g'ri tanlamaslik, kabellarni to'g'ri ulanganligini tekshirmaslik sababi bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi quduqqa kelgan elektr liniyasida tokning pastlab yoki balandlab ketishi nasosni kuydirishi mumkin. Uchinchi sabab esa nasos tushirilgan quduqda qum zarralarining ko'pligi nasosni, kirchatka va valini yemirib, tez ishdan chiqish holatlariga olib keladi. Endi quduq uchun mos nasos tanlashda eng avvalo bureniya qilingan quduqning chuqurligiga, quduqdagi suv sathiga va sug'oriladigan yer maydonining yuzasiga e'tibor berish kerak. Mana shu aytilgan jihatlarga ahamiyat berilsa, katta ehtimol bilan quduq uchun to'g'ri nasos tanlagan bo'lamiz. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Haligi qizcha nima deydi? Men bir bola